Namangan tumani Barkamol avlod bolalar maktabi to'garak rahbari Shahloxon opa Tojiboyeva va ularning o'quvchilari Ziyoda Botirova. Assalomu alaykum. Assalomu. Kayfiyatlar yaxshimi? Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Endi mana hozir qo'l mehnati yordamida qarang, odamning qo'li gul degani mana shu bo'lsa kerak-da. To'ppa-to'g'ri. Juda ham chiroyli bir alohida ishlarni olib kelibsiz. Bu chiroyli. bilan ko'p festivallarga borganingizni ham alohida ta'kidlab o'tdingiz, to'g'rimi? Keling shular haqida teletomoshabinlarni ham yaqindan tanishtirsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 9-may Xotir va qadrlash kuni barcha yurtdoshlarimizni tabriklayman. Biz Namangan tuman Barkamol avlod bolalar maktabida 30-apreldan 6-maygacha bo'lgan Ispaniyaning Lloret de Mar shahrida Seyasun festivalida bo'lib ishtirok etdik. Unda cholg'u, folklor, har xil tasviriy san'at va biz tumanimiz Munchoqli bezakda qatnashdik. Va mana shu yerda ikkinchi o'rinni egalladik. U yerdagi taassurot qanday bo'ldi? Endi shuncha boshqa mamlakatga borib, bir O'zbekistonni, qolaversa Namanganni, viloyatimizni va tumaningizni bir faxrini olib borgansizlar. Yuzi bo'lib borishgan. Albatta, bu yerda Ispaniyaga borganimizda, ida 12 ta davlatda 300 dan ortiq iqtidorli bolalari bor ekan. 300 davlatni milliyligini, ularni qo'shig'ini va biz ham shu milliyligimizni ularda ma'lum miqdorda qoldirdik deb o'ylayman. Chunki bizni mehnatimiz o'sha darajada bo'lmasa, bizga ikkinchi o'rin bunaqa faxriyliklarni berishmasdi va o'ta go'zal shahar. Keling, mana hozir shogirdi Ziyodaxon ham ishtirok etyaptilar. Ziyodaxonni milliy chiroyli bir liboslariga alohida tasanno qilishimiz kerak. Haqiqatda juda ham chiroyli. Aynan shu kiyimda bormadingizmi? Shu kiyimda festivalda qatnashdik. Juda ham Bizni yaxshi. Shuning o'zbek uchun ham madaniyatini ko'rsatib targ'ib kelganlar. qilibdilar qaysi. Albatta, mana hozir Ziyodaxon o'zingiz yasaganmisiz buni? Hammasini o'zim yasaganman. Hammasini o'zlari yasagan ekanlar. O'zi necha yildan beri bu sohada faoliyat yuritasiz? Qanchadan beri shug'ullanasiz? 2 yildan beri Barkamol avlod bolalar maktabi Munchoqli bezak to'garagiga darsdan bo'sh paytlarimda qatnashaman. Bu madaniy tarafdan ham menga foyda. O'zim uchun biznes qilaman bularni sotib. Demak, qo'shimcha daromad ham qilasiz. Hunar, to'g'rimi? Yoshingiz necha yosh hozir? 15 yosh. 15 yoshda qo'shimcha ham daromad qiladilar, ham mana shunday festivallarda ustozlarini bir demak faxri bo'lib ishtirok etib ikkinchi o'rinlarni olish shu yoshda juda ham katta bir muvaffaqiyat. Hozir shaxsan ham bir narsani alohida e'tirof etib o'tish kerakki, shu hunarni, shu bilimni orqasidan Ispaniyada mana ikkinchi o'rin oldilar. Mana yonimizda diplom ham turibdi, qarang. Ikkinchi darajali diplom bilan taqdirlanganliklarini mana isboti, to'g'rimi? Isboti. Va ayni mana shu demak taqinchoqlar bilan ishtirok etgansiz, to'g'rimi? Meni asosiy yutuqim anorli aksessuar bo'ldi. Shu anorli aksessuar ularga yoqdi. Hozirgi kunda urf ham bo'ldi bu aksessuar, ayniqsa hozir bir ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ko'rishimiz mumkin. Mana shunday kelinchak liboslarida bu taqinchoqlar aks etyapti va urf bo'lyapti. Bu bizni xursand qiladi. Endi bu anorli aksessuarni yasashingizda kim sizga shuni maslahat berdi yoki o'zingizning g'oyangizmi, ideyangizmi? Yo'q, o'qituvchim bilan yasaganmiz, to'garak rahbarim bilan. Ularning yordamida yasadim birgalikda. Keling, Shahloxon opa, Namangan tumanidagi Barkamol avlod bolalar maktabi faoliyati haqida ozgina gaplashib bo'lsak, u yerdagi sharoitlar, o'quvchilarga berilayotgan imkoniyatlar haqida gapirsangiz. Barkamol avlod bolalar maktabida 54 ta to'garak faoliyat yuritadi. Ularda 1800 ta bola tarbiyalanadi. Respublika, viloyat bosqichlarida katta yutuqlarga erishganmiz. Sharoitlar yaxshi. Sharoitlar yaxshi. To'garaklar uchun hamma xomashyolar yetarli. O'quvchilar ham kundan kunga ortib boryapti.
Shohsana mana Anorlini keling teletomoshabinlarga ham yaqindan ko'rsatsak. Marhamat, o'ting siz yoniga va albatta nimalar bor bu qutichamiz ichida? Bu ochilsin deydi. Marhamat, ko'rsating. Demak, ehtiyot bo'lib ishlaymiz, chunki bu ikkinchi o'rinni olgan. Ikkinchi o'rinni olgan taqinchoq. O'rin oldi-yu endi bu yoqqa. Mana bunisi nimasi endi bizga qizig'ida? Bo'yinga taqadigan Bo'yinga tumor. taqadigan. Men aytib tumor, beraman. Ha. Demak, hozir teletomoshabinlarimiz ham yaqinroqdan ko'rishlari mumkin bo'ladi. Demak, tilla qoshi, uzugi, Uzugi ham bor ekan. albatta uzugi ichkariroqda ekan. Qo'lga Bu nimasi bu? qo'lga taqiladi. Qo'lga taqiladi va bo'yinga taqadigan. Bu yerda esa ziraklari bor. Ziraklari Har ham. xil. Bu mana bu sariq ziragi, adashmasam, sariq tilla qoshniki. Lekin Shohsana ancha mayda ishga o'xshab ko'rinyapti. Juda ham mayda ish. Shaxsan o'zim ham bu ishga juda ham qiziqaman va yoshligimda yasab ko'rganman. Ancha vaqtingiz ketadi. Xo'p, shuni yasashingizga qancha vaqt ketdi? Uni yasashimga 1 kun, 1,5 kun hammasi. 1,5 kun ketadi. vaqt ketadi. Hammasini yasashingizga. Va Tilla qoshi, ziraklari Ha, hammasi birga bo'lib. 1,5 kun. Boshqa ish bilan shug'ullanmagansiz, faqat shuni ustida o'tirgansiz. Yo'q, endi maktabga borib kelib, haligi shu qiziqib, Ancha chaqqon ekanda. qiziqib, o'rganib, sekin-sekin albatta qaysidir ma'noda professional bo'lishga ulgurgan. Haligi rassomlar bir ijodga sho'ng'ishsa, rasm chizmoqchi bo'lishsa yoki shoirlar bir qalam tebratib she'r yozishni boshlashsa, yaxshi asar uchun, ya'ni mana shunday nominatsion asar deymizda, endi o'rin oladigan ijod uchun menimcha oylab vaqt sarflashadi-da. Siz 1,5 kunda tayyorlagan shunaqa bir chiroyli san'at asaringiz bilan qoyil, bu ham endi o'zini kasbini bir mutaxassis sifatida shakllanganliklarini bir daragini beradi-da. Hozir mana shu 15 yoshda shunchalik bo'lsa, sekin-sekin ular ham o'quvchilari ko'payib, katta bo'lganlari sari shu biznes ortidan ham daromad topib, ham elga tanishishlari va elimizni ham boshqa yurtlarga tanishishlari mumkin bo'lar ekan. Endi mana atroflarda ayollar uchun kerakli mana sumkalarimiz turibdi. Bularni yasashingizga qancha vaqt ketadi? Bularni qiyinroq buni haligi yasash, chunki dona-donalab o'tkazish kerak. Shunga 2 kun vaqt ketadi. 2 kun vaqt ketadi. Bu sumkani yasash uchun 500 gramm tosh ketadi. 500 gramm tosh ketadi. Qaysi birini qo'lingizga ushlab olishingiz mumkin, marhamat. Mana shu sumkani yasash uchun 500 gramm tosh ketadi, 2 kunda bitadi. Katta kichikligiga qarab va qaysidir ma'noda boshqalardan taklif tushishi mumkin. Ha, Shuncha qilib bering. Shohsanam hozir meni yana bitta savol qiynayapti. Bu ham bo'lsa, o'zlari tengdosh mana shunday tengqur qadrli dugonlarga bir motivatsiya bo'ladi. Hozir zamon tili bilan gapirganda turtki bo'lishi mumkin. Endi shuni bahosi qancha, sir bo'lmasa? 150 mingga sotiladi mana shu 150 ming sumka. so'm. Qancha sarf qilgansiz bunga? Bunga 100 ming, 120 ming. Demak, har bitta ishingizdan 40-50 ming so'm pul bor. Daromad bor. Va oq sumka sal narxi qimmatroq. Ha, sal qimmatroq bo'lsa. Chunki uni aytib ham o'tdilar o'zlari. Ko'rishimiz ham mumkin. Qizlar ham ayniqsa farqiga borishadi. Durlari juda qiyin to'qiladi birinchidan va qimmatroq. Qimmatroq. Aytganim men bu sohaga qiziqaman o'zim ham. Shuning uchun. Juda ham yaxshi. Nima bo'lgan taqdirda ham qarang, hozir mana yoshlarimiz ham hunarli, ham shu ustoz shogirdlik an'anasiga muvofiq ustozlardan bilim sirlarini o'rganib, qo'shimcha oilaviy bir daromadni ham yo'lga qo'yaptilar. Bu ham ota-onalarga bir ko'mak. To'g'rimi? Albatta to'g'ri aytasiz. Ayniqsa 64-xalqaro gullar festivali yaqinlashyapti. Niyat bormi? Mana shu gullarni ko'ryapmiz biz. Munchoqlarda yasalgan gullarni ham olib chiqib, albatta demak kelgan mehmonlarga bu qiziq tuyuladi, qiziqarli bo'ladi. Sotib olishlar ham bo'lishi mumkin. O'zi ishtirok etganmisiz o'tgan yili yoki bu yil niyat bormi? Ko'rgazmali chiqishlarda ishtirok etish. Xudo xohlasa, bu yil qatnashishga harakat qilamiz. Demak, unga qanday yana yangi bir g'oyalaringiz bormi? Gullar festivali uchun mana shunday narsalarni yasayman degan. Tayyorgarliklar qanday bo'lyapti deyaptilar? Tayyorgarliklar yaxshi, gullar yasaymiz mana bunaqa. Keyin abadoglarni ham ana gul shaklidagilari ko'p. Endi Ziyodaxon, sizni bunday albatta ish bilan mashg'ul bo'lib turganingizda atrofingizda jiyanchalaringiz,
yoki ukalaringiz kelib bir tomosha qilib sizga yordam berib yoki kimlargadir o'rgatyapsizmi qo'yni qo'shni mahalladagi qizlarimizga? Ha, singillarim o'rganishadi mendan, qiziqib, munchoq bo'lgani uchun hamma qizlar qiziqadi bunga. Siz o'zi yoshligingizdan, kichiklik paytingizdan shu yo'nalishga qiziqqanmisiz yoki mana shu Barkamol avlod bolalar maktabiga kirib, o'rganib, keyin ancha qo'lingiz kelishdi? Yo'q, avval men Barkamol avlod bolalar maktabi to'garakka kelganman, keyin qiziqishim uyg'ongan ko'rib. Endi bu to'garakka kelishingiz kim sababchi bo'ldi? To'garakka kelishimga o'zim oyamiz kirib xohlovchilar kelsin degandan keyin qiziqib borganman. Ha, o'zingiz. Shahloxon opa, mana shunday iqtidorli yoshlar bilan yana qanday rejalar bor kelajakda? Qanday yana festivallarda qatnashish niyat bordir? Xudo xolisa bu festivallarni endi boshlanishi, chunki chetga xalqaroga chiqishimiz birinchisi bo'ldi bu. Idagi shart-sharoitlar, harakatlar, o'quvchilarni haligisini ko'rib, yana xalqaroga intilish kuchaydi. Mana shu Ziyoda ham chekka qishlog'i iqtidorli o'quvchisi. Iqtidorli o'quvchilarimiz a'zolaridan biri bo'lgan. Mana shu tuman, viloyat, respublikalarni yutib, keyin xalqaroga yo'l oldik. Yana Xudo xolisa davom etamiz. Davom etasiz. Demak, bu boshlanishi. Bu boshlanishi. Boshlangani rost bo'lsin, bu yog'i bardavom bo'lsin. Albatta. Yana qanday rejalar bor? Nimalarni olib bormoqchisizlar xalqaro festivallarga? Baribir ko'zlab qo'ygan bir reja asosida bo'ladi-ku har narsa, to'g'rimi? Shu munchoqli bezak bilan tasviriy san'at, o'zimizning milliy qo'shiqlarimizda qo'shiqchilarni olib borish niyat bor. Niyat bor. O'quvchilar, jamoalar bilan. jamoalar. Ziyodaxon, sizda qanday rejalar bor kelajakda? Shu yo'nalish bo'yicha ketmoqchimisiz? Men mana shu yo'nalish bo'yicha ketmoqchiman. Ana shu sumkalarni chet davlatlarga ham olib chiqib ko'rsatish niyatim bor. Demak, sotish. Endi shoxsanam bir narsa bor, haligi xalqimizda maqolga aylangan bir so'zimiz, iboramiz borki, yigit kishiga 40 hunar oz deyshadi. Albatta. Menimcha bu nafaqat yigitlar uchun, qizlar uchun ham xuddi mana shunday. Sababi mehnatkash, mehnatdan qochmaydigan, shunaqa bir qo'lidan bir ish keladigan qizlarimiz sir xaridor bo'lishadi-da. Ya'ni shu tushgan joyda ham shunaqa e'zozda, hurmatda bo'lishadi. Bir qarasangiz shifokorlik, bir qarasa mana chevarchilik, tikuvchilik borasida va mana shunaqa bir kasblarning orqasidan oilaviy mo'magina daromad ortishlari. Uyda o'tirib ham kerak bo'lsa o'zlari uchun daromadlarni oshirishlari, oila byudjetiga hissa qo'shishlari. Endi kambag'alchilikni qisqarishiga ham yordam beradi. Mahalladagi opa-singil, onajonlarimiz qizlarni chaqirib bir yo'llariga yordamchi qilib olsalar ham o'zlarining ishlari unumli bo'ladi. Ham mana shunday bir mahallada bir chiroyli bir daromad kirishiga sababchi bo'ladilar. Biz hozir yaxshi g'oyalar berdik sizga kelajakda. Rahmat. Albatta yaqinlarini olib, mana shu mahalladagi qiziquvchi yoshlar bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Faqat buning uchun yaxshi o'qib, yana ham mana shu yo'nalish bo'yicha yaxshi tajribaga ega bo'lib, to'xtab qolmasdan davom etishingizni tilab qolamiz. Endi yana bitta kichkina savolim qoldi. Marhamat. Shu chet mamlakatga bordingiz. Shunda sizda ichingizda yana qanaqa bir niyat paydo bo'ldi? Niyat? Masalan, xorij tilini bilarmidingiz? Ingliz tilini yoki? Yo'q, o'sha til o'rganishga bo'lgan ehtiyojim kuchaydi. Baribir u yerda til bilmasa, til bilib narsa qilish kerak ekan. Endi til bilmaslik qiyin. Sizni shuncha maqtashsa-yu, siz ularning maqtovlarini tushunmasangiz, thank you, rahmat deb tursangiz, haligi baribir odam bunga haligi baribir ilhom bag'ishlaydi-da, agar tilim tushunsangiz. Til bilishga bo'lgan qiziqishim uyg'ondi. Yana ham uyg'ondi. Ularning so'zlari sizga yana ham bir qirralaringizni ochilishiga, yana ham gullab bir shaklllanishingizga yordam beradi-da. Shunaqa bir qanday bir maqtovlar bildirildi ekan, sizgina tushunmaganlar. Endi tushunib oladilar, o'rganib, qiziqishlari ortibdi. Xo'p, bormoqchimisiz endi shunday tillarni o'rgangan? Albatta. Sog' bo'ling. Sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Mana endi yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, marhamat. Yaxshi. Ustozlarga, ota-onangizga, sizga bilim berayotgan maktabdagi ustozlaringizga. Men ota-onalarimga va to'garak rahbarlarimga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sog' bo'ling. Baribir jonli efirning biroz hayajoni bor-da, shoxsanam. Ustoz, sizga ham katta rahmat.
Tashrifi uchun, mana shunday o'quvchilaringiz iqtidorli o'quvchilarni o'qitayotganingiz uchun, bizni yurtimizni elga, elimizni tanitayotganingiz uchun, boshqa mamlakatlar oldida qadriyatlarimizni ulug'ligini ko'rsatayotganingiz uchun sizlarga ham katta rahmat.